Assalomu alaykum. Bugungi brifing mavzusi Termiz davlat pedagogika institutiga 2025-yilning yanvar-mart oylari davomida kelib tushgan murojaatlar ijrosi to'g'risida. Institutga 2025-yilning yanvar-mart oylari davomida jami 74 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, shundan 4 tasi virtual qabulxona orqali, 44 tasi og'zaki, 26 tasi yozma murojaatlardir. Og'zaki murojaatlardan 9 tasi rahbar tomonidan, 35 tasi rahbar o'rinbosarlari tomonidan qabul qilingan. Yanvar-mart oylari davomida kelib tushgan murojaatlarning ijrosi bo'yicha quyidagilar ma'lum qilinadi. Bevosita idoraga kelib tushgan murojaatlar bo'yicha jami 70 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa-da, 58 tasi qanoatlantirilgan, 11 tasiga tushuntirish berish orqali hal qilingan, ko'rmasdan qoldirilgan, rad etilgan va tegishliligi bo'yicha boshqa tashkilotga yuborilgan murojaatlar mavjud emas. Bittasi o'rganish jarayonida. Virtual qabulxona orqali kelib tushgan murojaatlar bo'yicha jami 4 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, 3 tasi qanoatlantirilgan, bittasi o'rganish jarayonida. Tushuntirish berilgan, ko'rmasdan qoldirilgan, rad etilgan, tegishliligi bo'yicha boshqa tashkilotga yuborilgan murojaatlar mavjud emas. Institutga kelib tushayotgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonuni talablari asosida ko'rib chiqilmoqda. Murojaatlarning ortib borish oldini olish maqsadida institut rektori va rektor o'rinbosarlari ishtirokida doimiy ravishda har oyda bir marotaba rektor va yoshlar uchrashuvi tashkil etilib, yuqori saviyada o'tkazib kelinmoqda. Bundan tashqari, fakultet dekanlari tomonidan har oyning 3-10 kunligida o'zlarining fakultetlaridagi talaba yoshlar bilan uchrashuv o'tkazib, ta'lim olish jarayonlarida yuzaga kelayotgan muammolar va ularni oldini olish yuzasidan doimiy ravishda uchrashuvlar o'tkazilib kelinmoqda. Bugungi brifing mavzusi shulardan iborat edi. Barchalaringizga rahmat.